Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensionerlar uchun indeksatsiya, ya'ni pensiya miqdorini qayta hisoblash va oshirish masalasida bitta hujjat o'z vaqtida topshirilmasa, odam keyingi oyda kutgan pulini olmasligi mumkin. Ayniqsa avgust oyida ayrim pensionerlar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, talabalar, ishlagan yillari tasdiqlanishi kerak bo'lgan fuqarolar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, pensiya olayotgan qarindoshimiz yoki pensiyaga yaqinlashayotgan inson bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men bugun qaysi hujjat haqida gap ketayotganini, kimlar xavf ostida ekanini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik pensionerlar shunday o'ylardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, davlat o'zi hammasini biladi. Indeksatsiya bo'lsa avtomatik oshiradi. Men hech qayerga bormasam ham bo'ladi. Haqiqatan ham ko'p holatlarda pensiya miqdori umumiy qaror asosida avtomatik oshiriladi. Masalan, pensiyali ma'lum foizga oshirilsa, pensiya jamg'armasi bazadagi ma'lumotlar asosida summani qayta hisoblaydi. Lekin muammo shundaki, hamma pensiya turi ham oddiy avtomatik oshirish bilan tugamaydi. Ayrim toifadagi fuqarolarda pensiya huquqini davom ettirish yoki indeksatsiyani to'g'ri qo'llash uchun tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ayniqsa, o'qiyotgan farzandlar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, nogironlik muddati qayta tasdiqlanishi kerak bo'lsa, ish staji bo'yicha yangi ma'lumot qo'shilishi kerak bo'lsa, yashash joyi, bank kartasi, shaxsiy ma'lumot yoki oilaviy holat o'zgargan bo'lsa, tegishli hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov kechikishi yoki qayta hisoblash keyinga surilishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan vaziyatlardan biri avgust oyida bo'ladi. Nega aynan avgust? Chunki sentabrda o'quv yili boshlanadi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 12 yoshdan katta farzand kunduzgi ta'limda o'qishni tasdiqlash kerak bo'ladi. Agar u talaba bo'lsa, pensiya odatda ma'lum yoshgacha o'qish davom etayotgan taqdirda beriladi. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Mana shu hujjat kechiksa, odam nega pulim tushmadi, nega indeksatsiya bo'lmadi, nega avvalgidek summa keldi deb hayron bo'lib qoladi. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Har bir holat alohida tekshiriladi. Hamma pensioner avgustda hujjat topshirishi shart degan noto'g'ri xulosaga kelmang. Lekin kimda tasdiqlovchi hujjat talab qilinadigan holat bo'lsa, o'z vaqtida harakat qilmasa, moliyaviy zarar ko'rishi mumkin. Birinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, ota vafot etgan, farzand onasi bilan yashaydi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Farzand yo'ng'intaxi yoshga to'lguncha odatda bu huquq aniqroq bo'ladi. Lekin yo'ng'intaxi yoshdan keyin u kunduzgi bo'limda o'qisa, huquq davom etishi mumkin. Bu yerda asosiy hujjat o'qish joyidan beriladigan ma'lumotnoma bo'ladi. Ma'lumotnomada talabaning familiyasi, ismi, otasining ismi, ta'lim muassasasi nomi, o'qish shakli, kursi, o'qishga qabul qilingan sanasi va o'qish davom etayotgani ko'rsatilishi kerak. Misol qilaylik, Dilshod 19 yoshda. Otasidan ayrilgan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. Iyul oyida ham pensiya tushdi, avgustda ham tushdi. Lekin sentabr uchun tizim undan yangi o'quv yili bo'yicha ma'lumot kutishi mumkin. Agar Dilshod avgust oxirigacha yoki belgilangan muddatda universitetdan ma'lumotnoma olib pensiya bo'limiga topshirmasa, uning pensiyasi vaqtincha to'xtashi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Keyin hujjatni topshirgach ayrim holatda pul qayta hisoblanadi. Lekin odam 1-2 oy pul kutib qolishi mumkin. Oddiy oilada bu katta muammo. Ijara, oziq-ovqat, yo'l haqi, dori-darmon, kontrakt yoki o'qish xarajatlari bor. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik muddasiz belgilangan bo'lsa, vaziyat boshqa. Lekin ayrim fuqarolarda nogironlik ma'lum muddatga beriladi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi muddat tugasa, odam qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Agar xulosa yangilanmasa, pensiya to'lov va qayta hisoblash masalasida muammo chiqishi mumkin. Bu yerda men oldin hujjat topshirganman-ku degan gap yetarli bo'lmaydi. Chunki tizim hozirgi huquqni tasdiqlovchi amaldagi hujjatga qaraydi. Masalan, Muhabbat opa nogironlik pensiyasi oladi. Uning tibbiy xulosasi sentabrga qadar amal qiladi. U avgust oyida poliklinika shifokor
ekspertiza masalalarini kechiktirib yurdi. Sentabrda esa pensiya bo'yicha savol paydo bo'ldi. Agar hujjat vaqtida yangilanmasa, indeksatsiya bo'yicha ham asosiy to'lov bo'yicha ham noaniqlik chiqadi. Muhabbat opa keyin men kasalman yura olmayman, nega oldindan aytishmadi deydi. Shuning uchun men har doim aytaman. Hujjat muddati tugaydigan oy kelishini kutmang. Kamida bir oy oldin harakatni boshlang. 3-toifa ish staji yoki ish haqi haqidagi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqanda hamma arxiv hujjatlarini topa olmagan bo'ladi. Masalan, odam 1995-1992 yillarda korxonada ishlagan, lekin korxona yopilgan. Arxivdan ma'lumot olish kerak. Oldin pensiya mavjud hujjatlar bilan tayinlangan, keyin esa yangi ma'lumot topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar indeksatsiya paytida yoki qayta hisoblash davrida kerakli arxiv ma'lumotnomasi topshirilmasa, odam o'ziga tegishli yuqoriroq summani vaqtida olmasligi mumkin. Misol, Anvar aka 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlashda faqat 28 yil staji tasdiqlangan. Chunki qolgan yillar bo'yicha korxona ma'lumoti topilmagan. Keyin u avgust oyida arxivdan ma'lumotnoma olishi mumkinligini bildi, lekin keyinroq boraman deb qoldirdi. Agar u hujjatni vaqtida topshirsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi, staj qo'shilishi va summa oshishi ehtimoli bor. Agar topshirmasa, indeksatsiya faqat mavjud bazadagi ma'lumotlar asosida bo'ladi. Ya'ni davlat siz ishlagan yillarni ko'rmasa, ularni hisobga olmaydi. 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ayrim holatlarda ishlayotgan pensionerning ish joyi, daromadi, ijtimoiy sug'urta badallari yoki mehnat faoliyati haqidagi ma'lumotlar pensiya tizimida muhim bo'lishi mumkin. Bu yerda har bir davlat va amaldagi tartibga farq bo'ladi. Lekin umumiy qoida shunday: agar sizning pensiyangiz biror maqomga bog'liq bo'lsa, masalan ishlash yoki ishlamaslik qaramog'ingizdagi shaxslar, nogironlik guruhi, talabalik holati, yashash joyi kabi omillarga bog'liq bo'lsa, o'zgarishni yashirib yurish oxir-oqibat muammo keltiradi. Tizim keyin aniqlasa, ortiqcha to'langan summani qaytarish talabi ham chiqishi mumkin. 5-toifa. Bank kartasi, pasport, ID karta, familiya yoki yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Ko'pchilik buni mayda narsa deb o'ylaydi. Lekin to'lov tizimida ism, familiya, shaxsiy raqam, bank rekviziti, telefon raqami, yashash manzili mos kelmasa, pul tushishi kechikishi mumkin. Masalan, pensioner bank kartasini almashtirdi, eski karta yopildi. Yangi kartani esa pensiya bo'limiga ma'lum qilmadi. Keyin indeksatsiya bo'ldi, lekin pul tushmadi. Aslida muammo indeksatsiyada emas, rekvizitda bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz bazada to'liq bo'lsa, nogironlik muddati tugamayotgan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi talabasi bo'lmasangiz, bank va shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, odatda umumiy indeksatsiya avtomatik qo'llanadi. Lekin shunda ham men tavsiya qilaman. Kamida yiliga bir marta pensiya bo'limi yoki elektron xizmatlar orqali ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ying. Chunki xatoni oldindan aniqlash oson, pul tushmay qolgandan keyin yugurish esa qiyin. Birinchi nozik jihat. Hujjat topshirilgan sana bilan hujjat berilgan sana bir xil narsa emas. Siz universitetdan ma'lumotnomani 20 avgust kuni olgan bo'lishingiz mumkin. Lekin pensiya bo'limiga 10 sentabrda topshirsangiz, tizim sizning hujjatingizni 10 sentabrdan ko'radi. Shuning uchun menda hujjat bor edi degan gap har doim ham yetarli bo'lmaydi. Muhimi uni mas'ul tashkilotga topshirganingiz va topshirilgani tasdiqlovchi iz qoldirganingiz. Ikkinchi nozik jihat. Telefon orqali aytilgan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Ayrim odamlar men qo'ng'iroq qilib aytdim, operatorga tushuntirdim, tanish xodimga aytdim deydi. Men bunday vaziyatlarda doim yozma yoki elektron tasdiq bo'lishini maslahat beraman. Agar hujjatni qog'ozda topshirsangiz, qabul qilingan sana, kirim raqami yoki hech bo'lmaganda nusxaga qabul qilindi degan belgi qo'yilishini so'rang. Elektron topshirsangiz, ariziz raqamini, SMS xabarni, shaxsiy kabinetdagi holatni saqlab qo'ying. 3-nozik jihat. Kunduzgi ta'lim bilan sirtqi ta'limni adashtirmang. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha talabalar masalasida ko'pincha aynan o'qish shakli muhim bo'ladi. Odam farzandim institutda o'qiydi deydi. Lekin u sirtqi yoki kechki bo'limda bo'lishi mumkin. Qonunchilikda qaysi shakl huquq berishi aniq belgilanadi. Shuning uchun ma'lumotnomada o'qish shakli albatta ko'rsatilishi kerak. Agar ma'lumotnomada bu yozilmasa,
pensiya bo'limi qo'shimcha aniqlik so'rashi mumkin. 4-nozik jihat. O'qishdan chetlatilgan yoki akademik ta'til olgan talaba. Bu juda muhim. Farzand talaba bo'lgani uchun pensiya olayotgan bo'lsa, u o'qishni to'xtatsa, chetlatilsa yoki ayrim holatlarda akademik ta'tilga chiqsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Buni yashirish kerak emas. Chunki keyin tizim universitet ma'lumotlari bilan solishtirganda ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi esa oilaga yanada og'ir tushadi. 5-nozik jihat. Hujjatdagi bitta xato ham jarayonni cho'zadi. Familiyada bitta harf noto'g'ri yozilishi, tug'ilgan sana adashishi, pasport raqami eski bo'lishi, talabaning o'qish shakli yozilmasligi, muhr yoki elektron tasdiq bo'lmasligi hujjatni qayta olib kelishga majbur qiladi. Avgust oyida tashkilotlarda navbat ko'p bo'lishi mumkin. Universitetlar yangi o'quv yiliga tayyorlanadi. Arxivlar sekin ishlaydi. Shu sababli hujjatni oxirgi kunga qoldirsangiz, bitta xato tufayli butun oy yo'qotilishi mumkin. 6-nozik jihat. Hammaniki oshdi, meniki oshmadi degan holat har doim ham noqonuniy degani emas. Pensiya miqdori turli omillarga bog'liq. Ish staji, ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha to'lovlar, qaramog'idagi shaxslar, nogironlik guruhi, hududiy yoki ijtimoiy qo'shimchalar, oldingi qayta hisoblashlar. Ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lsa ham pensiya summasi boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun solishtirishda ehtiyot bo'ling. Sizga kerak bo'ladigani qo'shnining summasi emas, o'zingizning pensiya hisobingiz qanday shakllanganini bilish. 7-nozik jihat, elektron bazada ham xato bo'lishi mumkin. Bugun ko'p ma'lumotlar avtomatik almashadi. Ta'lim muassasasi, bank, soliq, mehnat, aholi ro'yxati, tibbiy ekspertiza kabi tizimlar o'zaro bog'lanadi. Lekin amaliyotda ma'lumot kechikib tushishi, noto'g'ri birikishi yoki umuman ko'rinmasligi mumkin. Shu sababli hammasi kompyuterda bor deb xotirjam bo'lib qolmang. Ayniqsa sizning pensiyangiz biror maxsus maqomga bog'liq bo'lsa, hujjatni tekshirdirish shart. 8-nozik jihat, chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda yashash joyi, bank hisob varag'i, ishonchnoma, tiriklikni tasdiqlash kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda konsullik orqali tasdiq talab qilinadi. Agar avgustda yoki boshqa muddatda bunday tasdiq kerak bo'lsa, kechiktirish to'loviga ta'sir qiladi. Men bunday oilalarga oldindan pensiya bo'limi bilan bog'lanib, aynan qaysi hujjat kerakligini yozma ravishda aniqlashtirishni maslahat beraman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi, nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Ko'pchilik pensiya olaman deb umumiy aytadi, lekin huquqiy tomondan pensiya turlari farq qiladi. Hujjat talabi ham shu turga qarab belgilanadi. Pensiya daftarchasi, tayinlash haqidagi qaror, SMS xabarlar yoki pensiya bo'limidagi ma'lumot orqali buni aniqlab oling. Ikkinchi qadam, avgust oyida hujjat muddati tugaydimi yoki yangi tasdiq kerakmi tekshiring. Agar oilangizda 18 yoshdan oshgan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba bo'lsa, darhol o'qish joyidan ma'lumotnoma masalasini ko'taring. Agar nogironlik xulosasi muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, tibbiy ko'rikni kechiktirmang. Agar arxiv staji yoki ish haqi ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, arxivga so'rovni hoziroq bering. 3-qadam, hujjatlar ro'yxatini tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. Pasport yoki ID karta, pensiya oluvchining shaxsiy ma'lumotlari, pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank rekvizitlari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlari, arxiv ma'lumotnomasi, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, o'quvchining vafot etganlik guvohnomasi, yo'q yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Sizga bularning hammasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin qaysi biri sizning holatingizga tegishli ekanini aniqlang. 4-qadam, pensiya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatiga murojaat qiling. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'lib bo'lishingiz, davlat xizmatlari markazidan so'rashingiz yoki mavjud elektron portal orqali ariza berishingiz mumkin. Men har doim shunday deyman. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Ariza topshiring yoki shaxsiy kabinet orqali murojaat qiling. Arizada aniq yozing: pensiya to'lovim va indeksatsiya hisob kitobida ushbu hujjatni inobatga olishingizni so'rayman. Agar o'qish ma'lumotnomasi bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotganimni
tasdiqlovchi ma'lumotnoma ilova qilinadi deb yozing. 5-qadam. Nusxalarni saqlang. Hujjatning aslini topshirish kerak bo'lsa, avval nusxa oling. Elektron shaklda yuborsangiz, PDF yoki screenshotni saqlab qo'ying. Qabul qilingan sana, ariza raqami, xodimning izohi, tizimdagi holat sizga keyin kerak bo'lishi mumkin. Agar bir oy o'tib to'lovda muammo chiqsa, siz men topshirganman deb og'zaki gapirmaysiz. Balki aniq dalil ko'rsatasiz. 6-qadam. Pensiya tushganini va summa o'zgarganini tekshiring. Faqat karta SMS-ga qarab qolmang. Ba'zida bank SMS kechikadi yoki qisqa ma'lumot beradi. Imkon bo'lsa, bank ilovasida tushum sanasini, summani, to'lov izohini ko'ring. Agar indeksatsiya bo'lishi kerak deb o'ylasangiz, lekin summa o'zgarmagan bo'lsa, darhol pensiya bo'limidan hisob kitobni tushuntirib berishni so'rang. Nega oshmadi deb umumiy so'ramang. Mening pensiyam qaysi ko'rsatkichlar asosida hisoblangan, qaysi hujjatlar hisobga olingan, qaysi hujjat yetishmayapti deb aniq so'rang. 7-qadam. Muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling. Agar siz hujjat topshirgan bo'lsangiz, lekin to'lov to'xtagan yoki indeksatsiya hisobga olinmagan bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada sanalarni ko'rsating. Qachon hujjat oldingiz, qachon topshirdingiz, qaysi raqam bilan qabul qilindi, qaysi oy uchun to'lov kelmadi. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Shunda masala aniq tekshiriladi. Og'zaki tortishuv ko'p vaqt oladi. Yozma murojaat esa javob berish majburiyatini keltirib chiqaradi. 8-qadam. Oiladagi katta yoshli insonlarga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon, portal, bank ilovasi yoki elektron ariza bilan qiynaladi. Ular hujjat muddatini unutishi, navbatdan cho'chishi, borib nima qilaman deb kechiktirishi mumkin. Agar siz ularning farzandi yoki qarindoshi bo'lsangiz, avgust oyida albatta bir marta tekshirib bering. Pasport muddati, bank kartasi, nogironlik xulosasi, talaba farzandining ma'lumotnomasi, arxiv hujjatlari joyidami? Bitta kun ajratsangiz, keyin bir necha oy muammo o'rtadan yugurishning oldini olasiz. Men yana bir real vaziyatni aytaman. Bir oilada qiz 15 yoshdan oshgan. Otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U kollej yoki universitetda kunduzgi o'qiydi. Avgustda ma'lumotnoma olish kerakligini bilmagan. Sentabrda pul tushmagan. Onasi bankka boradi, bank bizga pul kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga boradi, u yerda o'qish ma'lumotnomasi yo'q deyiladi. Keyin qiz universitetga boradi, ma'lumotnoma oladi, topshiradi. Jarayon yana vaqt oladi. Agar bu ish avgustda qilinganda oilada asabiylashish ham, qarz olish ham, ortiqcha yo'l xarajati ham bo'lmas edi. Yana bir vaziyat. Pensioner aka ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini topgan, lekin keyingi oy topshiraman deb yurgan. Indeksatsiya bo'lganda uning pensiyasi mavjud staj bo'yicha oshgan, lekin qo'shimcha staj hisobga olinmagan. Keyin hujjat topshirilgach, qayta hisoblash masalasi ko'tarilgan. Bu yerda savol shunday: nega odam o'ziga tegishli pulni vaqtida olmasligi kerak? Sabab bitta. Hujjat vaqtida tizimga kirmagan. Agar siz hujjat topshirishda qiynalsangiz, quyidagicha yo'l tuting. Avval pensiya bo'limiga borishdan oldin telefon orqali qaysi qabul kunlari borligini aniqlang. Keyin hujjatlarni alohida papkaga joylang. Asl hujjat va nusxani ajrating. Ariza matnini uyda tayyorlab boring. Agar xodim qo'shimcha hujjat so'rasa, qaysi hujjat, qaysi tashkilotdan, qaysi muddatda kerakligini yozib oling. Keyin olib kelasiz degan umumiy gap bilan chiqib ketmang. Aniqlik sizning foydangizga ishlaydi. Bugungi asosiy fikr shuki, indeksatsiya ko'p hollarda avtomatik bo'lishi mumkin, lekin hamma holatda emas. Agar sizning pensiyangiz talabalik, nogironlik muddati, ish staji, arxiv ma'lumoti, bank rekviziti yoki shaxsiy ma'lumotlarga bog'liq bo'lsa, avgust oyida hujjatlarni tekshirish juda muhim. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan 18 yoshdan katta kunduzgi ta'lim talabalari o'qish ma'lumotnomasini kechiktirmasligi kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Oilangizdagi pensionerlardan so'rang. Talaba farzand bo'lsa, ma'lumotnoma tayyorlang. Nogironlik xulosasi muddati tugayotgan bo'lsa, ko'rikni boshlang. Arxiv staji bo'lsa, so'rov yuboring. Hujjatni topshirganingizni tasdiqlovchi dalilni albatta saqlang. Sizning hududingizda pensiya indeksatsiyasi, hujjat topshirish yoki to'lov kechikishi bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Izohlarni yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz bilan ulashing. Bitta vaqtida topshirilgan hujjat butun
oilaning oylik daromadini saqlab qolishi mumkin.